Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kanali obunachilari, salomatmisizlar? Sizlar uchun batafsilroq, foydaliroq kontent olishga harakat qildik. Bilasizlar, Rizvan avtoservisimiz ikkinchi filiali, sal keng katta har xil xizmatlarimiz bor. Asosiy hozirgi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz razval va balansirovka haqida bo'ladi. Ozgina vaqtingizni ayamasangiz, sizga manfaatli, foydali bo'ladigan umiddaman. Bu bo'yicha hozir ustamizdan 2-3 ta savollar bilan sizga foydali ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xo'p, keldik. Hop, usta Xormang. Salomat bo'ling. Hop, servisimizdagi ustamiz Bahodir aka har kungi qiladigan ishlarimizdan razval va balansirovka ishlari qilishadi. Aka qarang, hozir balansirovka qilyapmiz-a buni. Hop. Agar shu balansirovkani qildirmasdan kimdir 10 ming, kimdir 20 ming, kimdir 30 ming, kimdir 50 ming kilometr yurib qo'yishi mumkin. O'sha bor shunaqa klientlarimiz. nima bo'ladi agar qildirmasa? Endi balansirovkani o'z vaqtida ko'rsatib yurilmasa, aslida danniy yo'llarda bilinadi. Kim shopir akalarimizdan ko'proq danniga chiqib turadigan akalarimiz bo'lsa, o'zlari yaxshi bilishadi balansirovkani vazifasi nimaligini. Qaltiratadi ko'prog'i. Ularsa drajeniya berib, rolni qaltiratib, diskomfort как бы tug'diradi. Oddiy misol mana hozirgi qilayotgan mashinamizni bitta ko'rsataylik, qarang. 65 grammgacha tosh so'rayapti. Ha, akamiz kecha yangi balon qo'ydirib, balansirovka qildirmagan ekanlar, o'shaning uchun joyiga keltirib olish uchun. Shu 0 ga 0 bo'lishi kerak-a? Shu 0 dan qilib beramiz. Bu degani 65 gramm bu tosh katta tezlikda bu 6,5 kilodaqa tosh. Bundan ham ko'proq. Hamcha bir bilmayman, buni biladiganlar kommentariyga yozaveringlar, qanchalik darajada mashinani og'irlik his qilishini. Balonda ham hozir qilinmagan balonlar bor, bu yerda yechib tashalgan ko'rsatamiz. Keyingisi razval to'g'risida savol beramiz. Endi buni qilib olavering, ungacha men bu yoqda servisda ishlarni qilib ko'rsatamiz. Xo'p, akalar qaranglar, qisqacha ma'lumot beryapmiz sizlarga. Agar balansirovka vaqtida qilinmasa, nima holat bo'lishini aytdik. Agar sizlar o'zlaringdagi mana boshqacha qanaqadir hodisalar bo'lgan bo'lsa, misol uchun bo'lishi mumkin, balonda balansirovkaga diskani qaltiratishini gapirdik. Balonda ham tez yemirilib ketib qolishiga, balkim shishka bo'lib qolishiga, sim uzilishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Fikringizni yozib keting. Hozirlarga toshlar to'g'risida ustamizga savol beraman. 2 xil toshlar bor, bilasizlar. Aka, qarang. Lipichkali toshlar va bunaqa quyma toshlar. Bular qo'rg'oshli toshlar. Endi ikkalasi ham qo'rg'oshin bo'ladi tarkibi. Men bilaman, eski mashinalar bor, eski mashinalar temir diskalar bor aka. Bunaqa toshlardan qator terib tashlashadi. Bilmayman, 100 grammgacha ham teradi. U bo'laveradimi? Shu yaxshimi? O'sha ko'pgina tosh bilan balansirovka chiqarish yoki iloji boricha diskasi ketgan bo'lsa, diskasini almashtirish kerakmi? Yoki baloni qanaqadir nimadir bo'lgan bo'lsa, shishka bo'lgandir, sim uzilgandir, balonni almashtirish kerakmi? Shu bo'yicha ma'lumot bering aka. Endi avvalambor Fozilxon birinchi o'rinda o'sha diskamiz chatag'i bo'lsa ham gruzni ko'p so'raydi. O'sha gruzni nolga olib chiqish uchun ustakalarimiz kerakli toshni urishadi. Xo'p. Birinchi o'chiritda balonda og'ir tochkasi, yengil tochkasi bo'ladi. O'zi balonda qo'yilayotganda diskada ham xuddi o'shaqa tochkalarimiz bor. O'shani joy-joyiga qo'yilsa, unaqacha katta tosh yemaydi. 15, 20, 25 atrofida maksimum so'rashi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha narsalarga ahamiyat berish kerak. Shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi-da, qarang. Men sizdan eski diskalar aytdim. Eski diskalar bor, misol uchun 10 yildan beri yurgan diskalar bo'ladi. Tochkalari sasoyda 10 da og'ir tochka hisoblanadi diskalar. O'shaning uchun tosh ko'proq qo'yiladi. Endi baribir temir diska bo'lgani uchun egilish bo'ladi. Uni to'g'rilatishadi, restavratsiya qilishadi. Oldin bularni tez-tez almashtirib turishardi-da, mashina yana ham tikka bo'lib qoladi, tekis bo'lib qoladi. 100-120 tezlikka chiqqanda ham ancha-muncha qaltiratmayapti deyishardi. Diska almashtirsa ham. Endi shuni sizlar balansirovka bilan to'g'rilab berasizlar. Imkon qadar shuni balansirovka qildirib yuravermasdan diskani almashtirish tavsiya qilasizmi yoki balansirovkada chiqaversangiz ham muammosi yo'q deysizmi degan ma'noda savol so'radim. Hozir endi stanoylarimiz chiqqan. U stanoylar yangidek qilib to'g'rilab berishyapti. Agar akalarimiz yangi diska boskilari anaqa nima bo'lmaydigan bo'lsa, imkoniyat bo'lmasligi mumkin boshqa. O'zini ham masalan yorug', svarga joyi bo'lmasa to'g'rilatsa bo'laveradi. Menda bitta ma'lumot bor edi. Rostdan ham qiziq ma'lumot bor edi. Sizlarda ham balkim eshitgansizlar. Farg'onada, biz Farg'onada yashaganimiz uchun diska zavod bor. Diska zavod bu O'rta Osiyodagi yagona bo'lgan katta diska ishlab chiqaradigan zavod.
juda eskidan bir 25 yildan beri ishlaydigan zavod, hozir anchagina to'xtab qolgan ishlari. Rossiyaga vaqtida borib bir kunda 10 mingta diska sotishgan Rossiyaga. U paytda temir diskalar aktual bo'lardi. Men hayron qolardim. Shu darajada Rossiyaga ko'p diska ketadimi? So'rasam, ularda zimni, ya'ni qishki mavsum va yozgi mavsum diska balon baravar almashtirishar ekan. Chiqarib tashlab yuborib turib, qishga kirayotganda yangi diska, yangi balon. Yozga yangi diska, yangi balon. Bu degani balansirovchilarga deyarli baribir balansirovka kerak bo'ladi. Yangi diskaga balon qo'yganingizda ham so'ravni balansirovka обязательно bo'lib qoladi. Lekin ular diskani yechib chiqarib yurishmasdi, almashtirib yuborishadi. Shunga ham shu ma'lumot ham bor. Yo'q, boy diska balon yangi qo'yilayotganda o'zi balansirovka qilishga zavodda ham qilinadi bu balansirovka. Bo'lmasa zavod ham yangi qo'yadi. O'shandagi toshning normalari. Menda tortishuv bo'lganda o'sha paytda diska sotganimda esimda bor. 35 dan ortiq, 45 ga ortiq tosh yesa, buning balansirovkasi chiqmayapti diskandadirda balansirovka. Hozir bunaqa ekranni, toshli toshkalarni ko'rsatadigan apparatlar bo'lmagan. Hali legendarniy Daliq degan nimalar ishlatishardi. O'sha paytda ham men tushunmasdim endi. Endi hozir men hamma ko'rib bunaqa zamonaviy texnologiyalar chiqib ketdi. Qarang, aylanadigan diskani qatiga qancha gramm toshigacha lazerda otib beradigan apparat. Shunda qo'yib beryapsiz. Men eshitdim mijozlardan 150-160 tezlikda yuradiganlarni mashina qaltiramayapti, zo'r ekan deb maqtashdi-da o'shancha. O'zimiz ham sinab ko'rdik, birinchi kun mijozlarimizga qilishdan oldin o'zimiz mashina qilib yurib ko'rdik. Mana nimani, yangi texnologiya, qimmat nimani apparatda effekti borligini bilib, keyin e'tibor beradigan joy boshladik. Bo'ldi, tushunarli. Buguncha shu yetadi. Keyingi videolarimizda razval to'g'risida batafsil gaplashamiz. Ungacha qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing, obuna bo'lib qo'ysalar, xursand bo'lamiz.